Hammaga salom. YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bu meni yangi kanalim. Yangi kanal ochishga qaror qildim. Eski kanalim bor edi, unga bir ikkita videolar joylagandim, kim bilsa. Endi unda olmaslikka, ya'ni joylamaslikka qaror qildim. Nimaga? Chunki u akkauntim ancha oldin ochilgan edi, ancha aktiv pas. Как раз yangi yil, yangi akkaunt. Perfeksionizm. Keling endi qisqacha tanishib olamiz. Oldin aytaman, bu video maksimal qisqa bo'ladi. Keyinchalik keyingi mavzularda, har xil mavzularda videolar qilsam, uni uzunroq qilishga harakat qilaman. Bu endi yangi kanalda kirish video bo'lgani uchun qisqaroq qilishga qaror qildim. Unda ham ko'p gapirganim hisobga olganda uzun bo'lib ketishi mumkin. Ko'pchilik meni tanimasligi mumkin, bu normal holat. Balki oranglarda taniydiganlar ham bordir meni. Ismim Malika, yoshim 20 da. Ijtimoiy tarmoqlarda jingali soch bo'yicha bloger sifatida tanilib kelaman. Asosiy blogim boshlaganimda mavzuyim bu jingali soch bo'yicha bo'lgan, ya'ni soch mavzusi. Vlog olib joylaydigan blogerlarni juda ham ko'p kuzataman va doimiy ravishda. Menga yoqadi. Balki meni ham vloglarimni qiziqib ko'radigan insonlar topilib qolar xuddi menga o'xshab degan maqsadda, degan xayollarda bu yildan vloglar olmoqchiman. Yana xullas har xil mavzularda videolar olmoqchiman. Umid qilamanki, sizlarni zeriktirib qo'ymayman. Birinchi videom zerikarli bo'lmasligi uchun sizlarga bitta voqea haqida aytib bermoqchiman. Voqea nima haqida? Bu blogerlik ishimni boshlanish paytlari qiziqarli vaziyatlar haqida aytib bermoqchiman. Unaqa vaziyatlar ko'p emas, bittasini aytib beraman. Birinchi bo'lib, men ikkita platformada ishim boshlaganman. Birinchisi TikTok va Instagram. Ikkalasida baravar videolarni joylab borardim. Har kuni video joylardim. Instagramga ham, TikTokga ham. Instagram bu yoqda sal oqsoqlanib turardi. 500, 600, 1000, 1,5 prosmotr yig'ib, avval подписчик 36 ta u oshmay ketardi. Bir oydan keyin, 2 oydan keyin o'sha holicha turaverardi. To 2 ta obunachi yig'ilardi, to 5 ta obunachi отписка qo'yardi. Xullas qanaqa kulgili vaziyat ham bo'ladi. Mana hozir men uchun kulgili, o'sha paytda men uchun qanaqadir nimadir neto qilyapmanmi deganman-da. Nimadir neto qilyapmanki, men Instagramim rivojlanmayapti derdim. Keyin yaqinlarimdan ham birikta gaplashishganman, что nima qilasan, qo'y. Baribir prosmotr yig'mayapti, videolaring obuna bo'lishmayapti-ku, nima qilasan degan gaplarni eshitganimda, o'sha payti o'zimga o'zim va'da berganmanki, что reklamasiz ham internetda, Instagramda bilasizlar, target yoqib, reklama yoqib, obunachi yig'ib, prosmotr ko'tarsa bo'ladi. Reklamasiz men 10,000 obunachi yig'a olaman degan narsani o'zimga isbotlamoqchi bo'lganman va mana shu o'zimga isbotlash orqali shu gapimni tasdig'ini yaqinlarimga ham ko'rsatmoqchi bo'lganman. Ya'ni ular ishonishmagan, realni ishonishmagan, что qo'ysang-chi, nima qilasan, baribir prosmotr yig'mayapti videolaring deb urishgan. Menga farqi yo'q, men zotda ovuraman. Hech kimga zararim tegmayapti, nima qilsam deganman-da. O'sha xayolda boshlaganman. Instagram o'zi bilan o'zi bo'lib yotibdi, unga e'tibor qilmaganman. Bu TikTokda ishim zo'r ketgan. Boshida unda ham to'g'ri, sekin-sekin, kam-kamdan prosmotr yig'ilavergan. Birinchi rekomendatsiyaga chiqib ketgan videoyim bu keratin haqida bo'lgan. Unda ham o'zimning tajribam haqida aytib berganman. Kechqurun joylaganman videoni, ertalab turib qarasam, anaqa pastda reaksiya turadigan joyi bo'ladi TikTokda. O'shani qarasam, reaksiya, komment va podpiskali ishoninglar bir 100 talab turibdi-da. 100 ta like, 100 ta komment, 100 tadan oshiq edi, 100 plusmi deb bilmayman, 200 tamidi, 100 ta obunachi turibdi-da. 100 tamidi, 50 tamidi, xullas qo'shilaveradi obunachilar soni. Ko'rib, wow deganman, ko'zim chiqib ketganda, yugurib borganman-da. Anaqa uydagilarimga ko'rsatganman. Qaranglar, birinchi videom rekomendatsiyaga chiqib ketdi deb. Babsha xursand bo'lganman. O'shanda birinchi bo'lib o'sha videomdan keyin birinchi 100 ta obunachim yig'ganman. O'shanda juda ham xursand bo'lib ketganman. O'sha paytdagi emotsiyamni hali ham esdan chiqarmayman. O'sha harakat qilayotganimni ko'rib, o'zimda o'xshamayotganidan balkim atrofdagilarniki fakedir, menda o'xshamayapti degan xayolim o'tib qolgan, bittani menda o'tib qolgan. Qiveraychi, mayli menda nima ketdi deb o'rganman. Вот birinchi videomdan keyin shunaqa rezultatni ko'rib, значит, qilsa bo'lar ekan deganman. Ya'ni
to'xtamasdan quvursa, oxiri borib o'xshaydi degan xulosaga kelganman. U videoyimdan keyin bitta videoyim rekka chiqqan, bittasi chiqmagan, bittasi chiqqan, yana bittasi chiqmagan. Hozir вообще hech qaysi chiqmayapti TikTokda. Keyin o'sha TikTokda 100 ta obunachi yig'ganimni men kurasan bilan Sofiyadan sotib olib, o'zim yaxshi ko'rgan kurasan, o'zi anchadan beri kurasan yegim kelib turgan paytlar edi. Kurasonni olib, svechi sotib olib nishonlaganman. To'g'risini aytaymi? 10 ming ta obunachi yig'ganimdagi xursandchiligim bilan 100 ta obunachi yig'ganimdagi xursandchiligimni taqqoslaganda, men eng xursand bo'lgan paytim bu TikTokda 100 ta obunachi yig'gan paytim bo'lgan. Baribir birinchi emotsiya esdan chiqarilmaydigan bo'ladi-yu. Shunaqa. Mening TikTokim hozir rivojlanmayotgan bo'lsa ham, videolar doimiy ravishda joylayman. Obuna bo'lib qo'yinglar, bitta mana nomlarini yozib qo'yaman. Xohlasanglar pastda silkalarini ham qoldiraman. Bemalol o'tib obuna bo'lishingiz mumkin. O'zi anchadan beri YouTube'da video olish xohlayman. Birinchi YouTube'ga videoyimni men 22-yil qo'yganman. Unda ham videoyim study formatda bo'lgan. Keyin study formatda videolar men qiziq bo'ladi deganman-da, o'chirib tashlaganman. Shunaqa gaplar. Aytdi, bu gapim cho'zilib ketadi. Mana cho'zilib ketdi. Shunaqa hikoyam o'z nihoyasiga yetdi. Menga obuna bo'linglar YouTube kanalimga. Yana bir marta xush kelibsizlar. Qo'llab-quvvatlasanglar judayam xursand bo'lardim, realni juda. Umid qilamanki, kirish videoyim sizga qiziqarli bo'ldi. Hikoyamni eshitish, qiziq bo'lmasdan o'chirib yuborgan bo'lsangiz, mayli chiqsa. Xafa bo'ldimmi? Yo'q, xafa bo'lmadim. Mayli. Necha? Demak, men o'sha siz kuzatish xohlagan bloger bo'lmagan ekanman unda. Agarda teskarisi bo'lsa, men xursandman. Obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat tomosha uchun. Ko'rishguncha.